1 iyuldan pensiya oluvchilar va pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan fuqarolar uchun yangi talablar bo'yicha savollar juda ko'paydi. Men bugun sizga eng muhim jihatlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim tayyor turishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar sizga vaqtida tayyorlanishga yordam beradi. Men bu mavzuni shunchaki yangilik sifatida emas, amaliy masala sifatida ko'rib chiqaman. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki bitta kechiktirilgan murojaat odamning puliga, vaqtiga va asabiga ta'sir qiladi. Ayniqsa 1 iyuldan keyin ayrim jarayonlarda talablar aniqroq tekshirilishi, ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilishi va hujjatlarning to'g'riligi yanada muhim bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasida asosan qog'oz hujjatlarga tayanardi. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan olingan tasdiq, pasport ma'lumotlari va boshqa hujjatlar asosiy dalil bo'lib xizmat qilardi. Agar odam 1980 yoki 2000 yillarda turli korxonalarda ishlagan bo'lsa, u o'z ish stajini ko'pincha mehnat daftarchasi orqali isbotlardi. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'lardi. Agar arxivdan ma'lumot topilmasa, odam sudga murojaat qilishga majbur bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Endi esa davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi tizimi, soliq organlari, bandlik ma'lumotlari va boshqa elektron bazalar o'zaro ko'proq bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi faqat qo'lda olib kelingan qog'ozga emas, elektron tizimdagi ma'lumotlarga ham qaraladi. Masalan, fuqaro 10 yil ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida ham yozuv bor. Lekin elektron bazada sug'urta badallari yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq chiqmasligi mumkin. Bunday vaziyatda qo'shimcha tekshiruv, aniqlashtirish yoki hujjat talab qilinadi. Men ko'p odamlarda shunday savol tug'ilishini bilaman. Demak, eski hujjatlar endi o'tmaydimi? Yo'q, bunday deyish noto'g'ri. Eski hujjatlar hamon muhim, lekin endi ularning to'g'riligi, boshqa bazalardagi ma'lumotlar bilan mosligi, ish staji va ish haqidagi raqamlarning asoslanganligi yanada diqqat bilan ko'riladi. Ya'ni asosiy o'zgarish shunda. Pensiya masalasida men shunday ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Uni hujjat va tizimdagi ma'lumot bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Yana bir muhim jihat. 1 iyuldan keyin pensionerlar uchun ayrim ma'lumotlarni yangilash, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirdirish, bank kartasi, yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, oilaviy holat, nogironlik hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar kabi ma'lumotlar dolzarb bo'lishi mumkin. Bu degani hamma pensioner ertaga yugurib borishi shart degani emas. Lekin kimning hujjatlarida nomuvofiqlik bo'lsa, kimning ish staji bahsli bo'lsa, kim boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, kim pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, ana shular tayyor turishi kerak. Birinchi navbatda. Hozir pensiya olayotgan pensionerlar o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirib qo'yishi kerak. Men bu yerda 3 ta asosiy yo'nalishni ajrataman. Shaxsiy ma'lumotlar, ish staji va pensiya turi. Shaxsiy ma'lumotlarga ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, JSHSHIR, yashash manzili kiradi. Ba'zan odamning eski pasportida familiya boshqacha yozilgan, yangi ID kartada esa bir harf farq qiladi. Masalan, Abdullayev o'rniga Abdullayev yozilgan bo'lishi mumkin. Oddiy ko'rinadi, lekin elektron tizim buni boshqa shaxs sifatida ko'rishi yoki ma'lumotlarni bog'lashda muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish ish staji. Pensiya miqdoriga eng katta ta'sir qiladigan omillardan biri aynan stajdir. Agar inson 25 yil ishlagan bo'lsa, lekin hujjatda faqat 21 yil tasdiqlansa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Masalan, bir ayol 1968 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin 2006 yildan 2015 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. U o'zini 27 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin fabrikadan faqat 10 yil tasdiqlansa, qolgan 7 yil arxivda topilmasa, pensiya hisobida farq chiqadi. Bu farq o'yiga 100 ming so'm, 2000 so'm yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bir yilda bu 20 milyon 200 ming so'mdan 2 milyon 400 ming so'mgacha farq degani.
Pensioner uchun bu katta pul. Uchinchi yo'nalish pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlar turlicha asosda tayinlanadi. Odamlar ko'pincha pensiya deb hammasini bir xil o'ylaydi. Aslida har bir to'lovning talabi boshqa. Yoshga doir pensiyada yosh va ish staji muhim. Nogironlik pensiyasida tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi. Nogironlik guruhi muddati va sababiga qaraladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida marhumning ish staji, oila a'zolarining huquqi, bolalarning yoshi, o'qish holati kabi masalalar muhim. Endi kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan, mursiz yoki imzosiz yozuvlari bor odamlar. Masalan, ishga kirgan sana yozilgan, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi yozilgan, lekin muhr bosilmagan. Yoki bir betda sana 1996 deb yozilgan, boshqa hujjatda 1998 chiqadi. Bunday holatlar tekshiruvga tushishi mumkin. Ikkinchidan, korxonasi yopilib ketgan, lekin arxiv hujjatlari qayerda ekanini bilmaydiganlar. Ko'p zavodlar, shirkatlar, kolxozlar, xususiy firmalar yopilgan. Ularning hujjatlari tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki boshqa tashkilotga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma vaqt ham hujjatlar tartibli topshirilmagan. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 1-2 yil qolgan odamlar hozirdan arxiv masalasini boshlasa, keyin qiynalmaydi. Uchinchidan, norasmiy ishlaganlar. Agar odam ko'p yil qurilishda, bozorda, dehqonchilikda, xizmat ko'rsatishda ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy ish haqi va badallar bo'lmasa, bu davr pensiya stajiga kiritilmasligi mumkin. Odam hayotda ishlagan, charchagan, mehnat qilgan, lekin huquqiy jihatdan isbot bo'lmasa, tizim buni tan olmaydi. Mana shu eng og'riqli masala. Shuning uchun men doim aytaman. Rasmiy ish, rasmiy daromad, rasmiy badal pensiya uchun juda muhim. To'rtinchidan, chet elda ishlagan fuqarolar. Agar inson Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsa, u davrning pensiya hisobiga qanday kiritilishi alohida tartibga bog'liq. Har bir davlat bilan kelishuv, hujjat turi, rasmiy ish shartnomasi, badal to'langan, to'lanmagani muhim. Masalan, odam 5 yil chet elda ishlagan, lekin faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash qiyin. Agar rasmiy shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'lsa, imkoniyat ko'proq bo'ladi. 5-dan, familiyasi o'zgargan ayollar. Turmushga chiqqan, ajrashgan yoki qayta turmush qurgan ayollarda hujjatlarda familiya almashgan bo'ladi. Mehnat daftarchasi qizlik familiyasida, pasport esa turmushdagi familiyada bo'lishi mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ayrim hollarda arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar bu hujjatlar oldindan tayyor bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni osonlashadi. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz allaqachon tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlaringiz muddati amalda bo'lsa, har oy pensiyangiz vaqtida tushayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Bu tekshiruv ko'pincha ko'p vaqt olmaydi, lekin keyingi muammolarning oldini oladi. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 62 yoshli aka o'tgan yil ishlaganini aytadi. Uning mehnat daftarchasida 1990 yildan 2000 yilgacha xususiy korxonada ishlagani yozilgan. Lekin korxona 2003-yilda yopilgan. Arxivga hujjat topshirilmagan. Agar u bu 10 yilni tasdiqlay olmasa, pensiyasi kamroq chiqadi. Bu vaziyatda u nima qilishi kerak? Avvalo tuman arxiviga so'rov beradi. Keyin soliq organlari yoki bandlik tizimida ma'lumot bor yo'qligini aniqlaydi. Agar ish haqini olganini tasdiqlovchi eski ma'lumotnomalar, buyruqlar, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish nusxalari bo'lsa, ularni yig'adi. Zarur bo'lsa, sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi ko'riladi. Ikkinchi misol. 27 yoshli opa maktabda 20 yil ishlagan. Undan oldin 6 yil bolalar bog'chasida tarbiyachi yordamchisi bo'lgan. Mehnat daftarchasida bog'cha davri bor, lekin muhrxira. Pensiya tayinlashda shu davr bo'yicha aniqlik so'raladi. Agar opa oldindan bog'cha yoki xalq ta'limi bo'limi arxividan ma'lumot olgan bo'lsa, jarayon tez kechadi. Agar pensiyaga ariza bergandan keyin izlashni boshlasa, tayinlash cho'zilishi mumkin. Uchinchi misol, pensioner bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta ma'lumotlarini tegishli tartibda yangilamagan.
Natijada pensiya tushishi kechikadi yoki qayta yo'naltirish kerak bo'ladi. Bu katta huquqiy muammo emas, lekin pensioner uchun noqulaylik. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, ro'zg'or xarajatlari bor paytda bir necha kunlik kechikish ham asabiy holat keltirib chiqaradi. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi muddati tugagan, lekin u qayta ko'rikdan o'tishni unutgan. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda asosiy maslahat hujjat muddatini kutib o'tirmang. Muddati tugashidan oldin tibbiy ko'rik, komissiya, poliklinika hujjatlarini tartibga keltiring. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma talab hamma pensionerga bir xil taalluqli emas. Ba'zi talablar yangi pensiya tayinlanayotgan fuqarolarga ko'proq tegishli bo'ladi. Ba'zilari qayta hisoblash so'raganlarga tegishli bo'ladi. Ba'zilar esa ma'lumotlari o'zgargan pensionerlarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun odamlar yil-yildan hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gaplarga ishonmasligi kerak. Bunday vahimali gaplar ko'pincha aniq manbaga ega bo'lmaydi. Men tavsiya qiladigan yondashuv har qanday xabarni rasmiy manba, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya miqdori oshishi yoki kamayishi haqida gap ketganda, odam faqat umumiy yangilikka qarab xulosa qilmasligi kerak. Masalan, kimdir hammaning pensiyasi qayta hisoblanadi deb aytadi. Aslida qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Qo'shimcha staj topilishi, ish haqi ma'lumotlari yangilanishi, ilgari hisobga olinmagan davr tasdiqlanishi yoki qonunchilikda belgilangan indeksatsiya bo'lishi mumkin. Agar asos bo'lmasa, faqat menimcha ko'payishi kerak degan fikr bilan pensiya avtomatik oshib ketmaydi. 3-nozik jihat pensiyaga ariza berish muddatlari. Odam pensiya yoshiga yetgandan keyin arizani vaqtida topshirishi kerak. Agar kechiksa, ayrim holatlarda to'lov ariza berilgan kundan yoki belgilangan tartibdagi muddatdan boshlab hisoblanadi. Shu sababli pensiya yoshiga 2-3 oy qolganda hujjatlarni tekshirish juda o'qilona. Men amaliyotda shuni ko'raman. Odam 6 yoshga to'lgan kuni boradi, keyin hujjat yetishmaydi. Arxivga so'rab ketadi, javob 30 kun kutadi. Yana boshqa hujjat chiqadi. Natijada jarayon cho'ziladi. Oldindan tayyorgarlik esa bunday kechikishlarning oldini oladi. 4-nozik jihat. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Pensiya faqat stajga emas, ayrim holatlarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq. Agar fuqaroning eski ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, pensiya hisobida farq bo'lishi mumkin. Masalan, odam bir davrda yuqori maosh olgan, lekin ma'lumotnomada faqat eng kam ish haqi ko'rsatilgan yoki bir necha oy tushib qolgan. Bunday vaziyatda ma'lumotni qayta tekshirdirish kerak. Chunki oyma-oy ish haqi ko'rsatkichlari pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 5-nozik jihat. Bir davrni 2 marta hisoblatish mumkin emas. Ba'zan odam bir vaqtda 2 joyda ishlagan bo'ladi. Masalan, kunduzi maktabda, kechqurun boshqa tashkilotda. Bu daromad bo'yicha ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin staj bo'yicha bitta kalendar davr 2 yil bo'lib ketmaydi. 2020 yil yanvardan dekabrgacha 2 joyda ishlasangiz ham staj 1 yil hisoblanadi. Lekin ish haqi ma'lumotlari alohida ahamiyat kasb qilishi mumkin. Mana shu farqni tushunish kerak. 6-nozik jihat, parvarish davrlari. Ayrim hollarda bolani parvarish qilish. Nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish yoki boshqa ijtimoiy muhim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga kiritilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik hamma davr kiradi degani emas. Buning uchun tegishli hujjatlar, muddat, shartlar va tasdiqlar kerak bo'ladi. Masalan, bola tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat faoliyatidagi tanaffus, parvarish bo'yicha asoslar so'ralishi mumkin. 7-nozik jihat. Pensiya oluvchi vafot etganda yoki boshqa davlatga ko'chib ketganda oila a'zolari tartibni bilishi kerak. Ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro vafot etgan, lekin oila bank kartasidan pensiyani yechishda davom etgan. Bu juda jiddiy muammo. Har qanday o'zgarish, ayniqsa vafot, doimiy yashash joyi o'zgarishi, fuqarolik, bank rekvizitlari, nogironlik muddati kabi masalalar o'z vaqtida ma'lum qilinishi kerak. 8-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. 1 yil yangi talablar, pensiya oshish kabi mavzulardan foydalanib. Ayrim odamlar men pensiyangizni ko'paytirib beraman, bazaga kiritib beraman, hujjatingizni navbatsiz hal qilaman deb pul so'rashi mumkin.
Men buni qat'iy aytaman. Rasmiy ishni faqat rasmiy idora orqali qiling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, rasmiy portal yoki qonuniy vakil orqali murojaat qiling. Telefon orqali kelgan noma'lum havolalarga kirmang. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangiz raqami va parolni bermang. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga to'plang. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, bank karta rekvizitlari. Bularning hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Agar imkon bo'lsa, nusxa qildiring va telefoningizda suratga olib saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, muhr va imzo. Agar korxona nomi tushunarsiz bo'lsa, yozuv xira bo'lsa, tuzatish bo'lsa, shu davrni alohida belgilab qo'ying. Keyin shu ish joyi bo'yicha qo'shimcha tasdiq olishga harakat qiling. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun my.uz davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni aniqlashingiz mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parollarni begona odamga bermang. Agar kimdir telefoningizni bering, men hammasini qilib beraman desa ehtiyot bo'ling. 4-qadam, pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz 2-3 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi. Zarur staj va boshqa shartlar bo'yicha o'zingizga tegishli holatni aniqlang. Agar biror davr bo'yicha shubha bo'lsa, pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, hozirdan hujjat yig'ing. Arxiv javobi ba'zan tez keladi, ba'zan vaqt oladi. Shuning uchun kechiktirmang. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Agar pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsangiz, arizada kimligingiz, nima so'rayotganingiz, qaysi davrni tasdiqlash kerakligi, qaysi ish joyi bo'yicha ma'lumot kerakligi aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, 1994 yil mart oyidan 2002 yil avgust oyigacha falon korxonada ishlagan davrimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozilsa, masala aniq bo'ladi. Mening stajimni topib bering deb umumiy yozilsa, jarayon cho'zilishi mumkin. 6-qadam, javoblarni saqlab boring. Arxivdan ma'lumot topilmadi degan javob kelsa ham uni tashlab yubormang. Chunki keyingi bosqichda bu javob kerak bo'lishi mumkin. Ish joyidan olingan ma'lumotnoma, davlat xizmatlari kvitansiyasi, murojaat raqami, SMS xabarlar, elektron arizalar hammasini saqlang. Hujjat bor joyda huquqni himoya qilish osonroq bo'ladi. 7-qadam. Agar pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, avval hisob-kitobni tushuntirib berishlarini so'rang. Shunchaki kam chiqdi deb jahlanishdan foyda yo'q. Qaysi staj kiritilgan, qaysi davr kiritilmagan, qaysi ish haqi olingan, qanday formula qo'llanganini bilish kerak. Shundan keyin xatolik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Og'zaki gap esa keyin isbot bo'lmaydi. 8-qadam, oila a'zolaringiz bilan gaplashing. Ko'p pensionerlar hujjatlarni qayerga qo'yganini o'zi biladi, lekin farzandlari bilmaydi. Favqulodda holat bo'lsa, hujjat topilmaydi. Shuning uchun papka qayerda turganini ishonchli yaqinlaringizga aytib qo'ying. Bank kartasi parolini tarqatish shart emas, lekin asosiy hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. 9-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha har bir xabarni Telegramdagi noma'lum kanal yoki bozordagi gapga qarab qabul qilmang. Rasmiy e'lonlar, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi xabarlari, davlat xizmatlari ma'lumotlari asosiy manba bo'lishi kerak. Men ham sizga doim shuni maslahat beraman. Avval tekshiring, keyin harakat qiling. 10-qadam, agar masala murakkab bo'lsa, mutaxassisdan yordam oling. Masalan, staj sud orqali tasdiqlanishi kerak bo'lsa, meros, o'quvchisini yo'qotganlik, chet eldagi ish davri, nogironlik muddati yoki noto'g'ri hisob-kitob bo'yicha bahs bo'lsa, huquqshunos yoki pensiya masalasini yaxshi biladigan mutaxassisga murojaat qilish foydali. Lekin yana takrorlayman, pul berishdan oldin u odamning kimligini, vakolatini, hujjatini tekshiring.
Xulosa shuki, 1 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala vahima emas, tayyorgarlikdir. Kimning hujjatlari toza, ma'lumotlari mos, bank rekvizitlari yangilangan va pensiya turi bo'yicha asoslari to'liq bo'lsa, u ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Lekin kimda ish staj bahsli bo'lsa, mehnat daftarchasida xato bo'lsa, arxiv ma'lumotlari yetishmasa, familiya o'zgargan bo'lsa, chet elda ishlagan davri bo'lsa yoki pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Hujjatlaringizni bugun tekshiring. Ertaga navbat arxiv, qo'shimcha so'rov, vaqt va asab sarflamaslik uchun bugun tartibga keltiring. Pensiya bu shunchaki oylik to'lov emas. Bu odamning yillar davomida qilgan mehnatining natijasi. Shuning uchun har bir yil, har bir hujjat, har bir tasdiq muhim. Agar sizda 1 yildan keyingi talablar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki pensiyaga chiqishga yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga albatta yetkazing. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblash, ish stajini tasdiqlash va arxivdan hujjat olish tartibini yanada batafsil tushuntirib beraman.